Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana ikkinchi video. Va buni uyda olyapman. Nimaga hozir qorong'i payt, ya'ni uyda ishim yo'qligi uchun va qanaqadir yaxshi fikrlar kelib qoldi. Chunki hali ham shunaqa bir nima deydi, o'ylanib ozgina kech payt bo'ldi, uxlashdan oldin. Uyqum hozir ozgina alishib qolgan, chunki darsni uyda qilaman. O'sha ba'zida ko'p dars qilganim uchun, ko'proq dars qilganim uchun o'sha kech payt bir ikki uxlamay qoldim. Shuning uchun ozgina alishib qoldim. Endi to'g'rilab olamiz. Nima deydi? Balkim hozir faqat endi hozir o'qishlar darsni nemis tillarisi ko'proq. Endi buni joyiga tushirsak, keyin ish bo'lsa, xudo xohlasa endi ishga topshiryapmiz. Shular bilan bo'lib o'zi uydan chiqqanim yo'qda, vaqt qizg'onib shunaqaroq ko'chaga chiqib biror joyga borgan vaqt qanaqadir qizg'onilyapti. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Mana bugun ham ikkinchi videoni olyapmiz. Fikrlar kelib qoldiki, biz bugun nima haqida gapiramiz? Bugun maslahat emas, lekin qanaqadir bir tajriba, ya'ni boshdan o'tkazganlarni nima misol uchun nima qildimki xato bo'ldi, ya'ni nima qildimki o'sha taftish ma'nosida 19ga kirgan bo'lsak, o'sha men bir narsani o'ylardim, mana shuni gapirsam bu narsa, ya'ni chunki men o'zim ya'ni kelib qolmaganman, aytmoqchimanki, mendagi nima ko'rsa, yaxshi narsa ko'rsa bu ota-onamdan, ya'ni ular sababchi bo'lishgan va shu narsani o'ylardimki, agar menda xato bo'lsa, bu gapirsam, agar buni ota-onam ko'radi katta ehtimol bilan. Shuning uchun men juda qo'rqardim, ya'ni chunki bu narsa ularga qanaqadir nima deydi, tegib ketmasin. Chunki men mana shu narsani o'ylardimki, ota-onam eng yaxshi ota-ona uchun, ya'ni men har doim aytaman, endi bu narsani tushunyapmanki, chunki bir 2 yil oldin shunaqa payt bo'ldiki, qanaqadir o'qishdan chalishni boshladim-da. Ya'ni o'qishdan darslarimni qila olmay qoldim. Juda kuchsizlanishni boshladim. Oddiy narsalarni, darslarimni qilishni o'rniga o'sha nima deydi, bekorchilik bilan bo'lib qoldim. Ya'ni kompyuterda, telefonda bekorchilik bo'lib, shunaqa qilib nima deydi, o'zimni kontroldan chiqib ketib qoldim-da. Va baribir, ya'ni buni siz vijdoningiz qiynaladi. Chunki bu narsalarni, ya'ni o'zidan o'zi kelib qolmaganda, ya'ni qani agar misol uchun bu narsalar qiyinchiliksiz berilganda, ya'ni men bu narsalar olayotganda qiyinchiliksiz ko'rganimda, men vijdonim qiynalmasligi bo'lardi. Va men aytmoqchimanki, ota-onam men yoshligimda, endi har doim shunaqa bo'ladiki, eng buyuk shaxs ota-onam, lekin men ularni shunaqa moment bo'lib qolganki, endi og'izda, ya'ni to'g'ri emas, o'sha to'g'ri bo'lmasa ham shu xudo bo'lib qolishgan, ya'ni xudodan ustun bo'lib qolishgan edi demoqchiman o'zim uchun. Nimaga? Chunki ular qilgan narsani men shunaqa darajada meni baribir hurmatim bo'lgandi demoqchiman. Ya'ni keyin o'yladimki, yo'q, ya'ni ular ham odam, ular ham ya'ni inson bor ekanki, payg'ambarlar xato qilganki, nega ota-onam qilmasin, nimaga ular qilmasin? Va ular mana bitta narsa borda, urush davrida, ya'ni bir narsani eng yomoni bo'lgandan, o'sha misol uchun odamni o'ldirgandan ko'ra, balkim o'sha jazo yuzasidan boshqa narsa bergan yaxshi-da. Chunki uni umri tugatyapti-da. Ya'ni umrini ham misol uchun o'sha o'g'irlik qilganni qo'lini kesishgan. Nimaga? Chunki uni necha yilga qamalgandan ko'ra, umrini hisobiga, ya'ni uni oilasi bor-da. Shuni hisobiga uni qo'lini kesish o'sha anaqadan ko'ra yaxshiroq nima edi, yechim bo'lganini hisobiga shunday qilish yaxshi. Ya'ni meni ota-onam ham ko'p narsalarni eng yaxshisini berishgan. Chunki meni mahallamda farzandni o'qitgan men tengi yoshlarda juda kam. Ya'ni o'qishga, ayniqsa mendagi, men aytamanki, eng shu qiladigan narsalardan biri o'qishga qiziqish. Ya'ni ilm insonni qutqaradi har doim. Ya'ni chunki agar bu narsa bo'lmaganda, ya'ni o'sha birinchi oyat ham iqro bo'lib tushgan-ku. Ya'ni o'qi degan, ya'ni aytmoqchimanki, bizni har doim o'qish boqmasligi mumkin. Ba'zi rizqimizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin.
lekin bizni shukrli qiladi, bizga Allohni tanitadi. Bizga eng kerakli bo'lgan narsa o'sha iymonimizni to'g'ri va noto'g'riligini yoki umuman bu narsani nimaga o'zi misol uchun o'zi Allohga ibodat qilgani yaralganmizda. Lekin biz mana shu narsani o'rganib tushunishimiz uchun o'qishimiz kerak. Ya'ni o'sha suralarni o'qishimiz, qancha ko'p eshitsak, aytgandek Alloh so'zini qanchalik ko'p ishlatsak, qalblarimiz shunchalik ochiladi. Shuning uchun namoz 5 mahal har kuni, shuning uchun ro'za tutamiz, shuning uchun nima deydi, ko'p zikr qilishga harakat qilamiz va o'zi yaqinda Arjon aka qog'ini ko'rdimki, o'shanda aytgan, zo'r narsa aytdiki, inson 3 narsani topsa, bu dunyoda ham u dunyoda ham xotirjam bo'ladi. Ya'ni undan boshqa narsa insonni bir muvaffaqiyatli qilmaydi demoqchiman. Ya'ni u millionlar boshqalar hech qachon ta'sir qilmaydi mana shunaqa. Nima desa, birinchisi bu namoz, ikkinchisi bu Qur'on va uchinchisi bu zikr. Ya'ni shu uchalasida shu topsa, xotirjamlik topsa, inson eng yaxshi xotirjamlikni va eng yaxshi yutuqni topgan bo'ladi. Ya'ni bularda kamchilik borligi qolgan narsalardagi kamchilikni yuvoradi. Chunki agar mana shu 3 narsani bilmasak, biz adashishligimiz aniq. Ya'ni biz uchun qolgan narsalar chiroyli ko'rinaveradi. Ya'ni dunyo chiroyli ko'rinaveradi va o'zi dunyo chiroyli ko'rinadi. Tabiatan shunaqa. Ya'ni dunyo sizni qo'zg'aydigan hamma narsa chiroyli qilingan. Va o'zi insonni ham qanaqa chiroyga intiladi, lekin bunaqa chiroy demoqchi emasman. Ya'ni dunyo lazzatlari demoqchiman. Ya'ni sizni adashtiruvchi narsalar demoqchiman. Va juda cho'zilib ketdi, ya'ni bo'linib ketib qoldiki, o'sha ota-onam haqida va ular ham odamligini aytmoqchimanki, mendagi tajribalar, mendagi yaxshi xususiyatlar va ota-onamning tarbiyasi sabab, ular menga sarflagan mehnati, energiyasi, ya'ni bu juda yetadi. Ya'ni bu narsani to'g'risi tasvirlab berish qiyin-da. Chunki men qarayman, ya'ni ular o'sha ozgina misol uchun 10 ming pul bo'lsa 1000 so'm berishmaganda, 15 mingni berishgan. Ya'ni oshig'i bilan kerak bo'lsa bu narsani qilishganki, inshaalloh Xudo xohlasa o'qib bu narsani qaytaramiz-ku. Men shunchaki mana shu narsalarni o'zimdan o'tkazgan ba'zi narsalarni o'sha nima deydi, ilmdan chalg'itgan narsalar bor buni orasida va o'zim ko'rib balkim o'sha nima deydi, bu o'zimni taftish qilish, ya'ni o'zim shu narsalarni ko'rib xatoligini anglash, bu o'sha ota-onamni shu Xudoni tanitgandan, shu narsalarni o'rgatganlaridan deb bilamiz inshaalloh. Shunaqa aytmoqchimanki, shularni bir ulashishim keldi. Nimaga? Chunki men ham o'zimni, ya'ni men ham ertaga o'sha oilaga bordim. Ya'ni baribir uyga qaytaman. Baribir ham mening misol qaysidir jiyanimni yaxshi o'qishi, yaxshilanishi yoki o'sha men qilgan xatolarni qilmasligi uni qutqaradi. Ya'ni qancha yosh bo'lsa, shuning uchun o'sha farzand men tarbiya bo'yicha aql o'rgatish niyatim yo'q. Chunki men o'zim oxirgi paytlar mana shu narsaga tushunib, juda qiyin masalaligini tushundim. Ya'ni bu narsa qanaqadir muayyan qoida yo'q-da buning uchun. Muayyan, ya'ni bu odam o'zi bu narsaga tayyor bo'lib, o'zi qaror qabul qiladi, baribir ham eng yaxshisini tanlashga harakat qilib, lekin muayyan qoida yo'q. Lekin ba'zi narsalar borki, mana misol uchun namoz o'qishlikka o'rgatish yoki ba'zi ya'ni yomon narsalardan uzoq qilishlik, atrof muhitini yaxshilash, qaysidir ilmlarni o'rgatishlik, hunar o'rgatishlik, mana shu narsalar borki, shu bilan o'zim farzand o'zini yo'lini topadi, rizqini topib ketadi deyiladi. Endi men ham bu narsalar, ya'ni o'zimni fikrim, o'zimni boshimdan o'tkazgan. Bulardan biri televizor. Ya'ni televizorni men har doim aytaman, bu ham ikkinchi videoda, asosiy videoda bu narsani aytib ketish niyatim deb bildim. Ya'ni nega? Chunki televizorni ya'ni foydali tarafi yo'q. Misol uchun televizorning nima foydasi bor desa, yo'q-da. Ya'ni kino, seriallar birinchidan yaxshi emas, ikkinchidan mayli uni yaxshi yomonligida emas, eng zo'r serial bo'lmaydi. Misol chet el serialni, lekin unda ketayotgan targ'ibotni, ya'ni serial va kinolar men misol uchun men ko'rmaganman, bilmayman.
o'sha ko'rgani uchun, xatoligini uchun, yillab vaqtimni olgani uchun va bu narsalar qanaqadir bir yilda shakllanib qolmaydi. O'sha misol uchun men bu narsalarni Yevropaga kelib emasda, ya'ni u 5-6 yillab o'sha tug'ilgandan beri shu narsani ko'rib, keyin уже to'xtatishga harakat qilgandan keyin u narsalar o'xshamagandan keyin, ya'ni bitta narsa borda, odam ko'rib o'rganadi. Hech qachon odam, ya'ni atrof-muhitiga ishongan odamlarni ko'rib, ularni qiliqlariga baribir ham o'sha ularni nima deydi, u qaytaradi demoqchiman. Iloji yo'q, ya'ni siz qolganlar nima qilsa, ya'ni o'sha nima, misol uchun kimga ishonadi? Misol uchun men yaqin odamlarimga, ya'ni hammani yaqinlari har xil, kimdir oila, kimdir do'stlar, kimdir ustoz bo'ladi, kimdir ko'chada misol uchun birorta akaga yana qiladi. Men aytmoqchimanki, o'sha televizorni nimaga o'chirib qo'yish kerakki, juda chalg'itadi. Ya'ni bu men o'zimda boshida mana televizor bo'lsa ham dastloli fokusim bor edi. Keyin boshxonaga chiqishni boshladim. O'shanda ham lekin chalg'ishni boshladim-da, ya'ni televizorni kech paytlar ko'rardim. Ko'zim ham shuni orqasidan ketgan, qaysidir qismida baribir. Ya'ni chunki telefon olgandan keyin kech paytlari bilan, ya'ni ertalab tong otqizardim. Ya'ni shunaqa qilib bu narsalarni yo'qotish oson bo'lmayapti. Ya'ni bo'lmayapti va bo'lmadi ham. Hozir ancha bir 5-6 kun, 3-4 kun bo'lib qoldi. Ancha tartibladim-ku. Va yaxshi, ya'ni bu narsada kurashda, misol uchun meni og'zimda telefon yo'q, o'yin o'ynamayman va bu eng yaxshi anaqalardan, ya'ni o'yinga qiziqish yo'q. Ikkinchisi, qimor narsalar вообще yo'q. Instagram ham yo'q. Instagramga juda kam kiryapman. Bu eng katta yutug'im deb bilaman. Chunki bu narsani o'zi oldin qilgandim va chiqib ketish boshida oson bo'ladi, lekin yo'q, hozir ancha yil bo'ldi, bilmayman. Ancha hozir payt kirib turmasam, bir oyda bir, 2 oyda bir oy emas, 3 oylarda bir kirib turmasam kirmayman. Asosan YouTube qolgan. YouTube'da ham hozir safda ishlayapman, chunki iloji yo'q boshqasiga. Chunki hayot o'zi majburlab qo'yapti-da, ya'ni vaqt keldi-da, ya'ni iloji yo'q. Bundan keyin endi afsus bo'lsa bo'ladiki, to'g'rilash kerak. Endi yo'q, dedim-da o'zim. Shuning uchun televizorni bolaga ta'siri juda katta. Ya'ni undagi targ'ibot hech qachon na dengizga, na dunyovizga foyda. Avvalo dengizga zarar yetkazadi-ku, chunki men shularning eng birida aytamanki, televizorda to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham zinoga targ'ibot bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'nodaki, men o'shda misol uchun serialda, kinoda, reklamada umuman bir ko'rsatuvda har doim bir o'g'il bola va bitta qiz bola tanlanadi. Va eng qizi ular nomahram bo'lishi aniqlik. Ya'ni ular mahram bo'lmasligi aniq. Va ikkinchisi, ertaga, ya'ni inson bu narsaga ko'radi-da, bu narsa to'g'ri deydi-da. Ya'ni bu narsani qaraydi, nimaga mana bu ayol kishi, mayli nomahram, lekin siz uni ko'rib turasiz, ya'ni ya'ni bitta bola sevib qoladi, uni kuzatadi, gaplar, ya'ni bu narsa targ'ibot bo'ladi demoqchiman. Ya'ni bizda mana shu narsa va keyinchalik bu masalada qiynalish boshlanadi. Ya'ni o'sha shuning uchun aytilgan-ku, zinoga qilma demang, o'sha zinoga yaqin kelma, chunki bu juda katta masala-ku va bu narsani yoshlikdan bir nima deydi, immunitet shakllantirish kerak. Ya'ni bu narsani menimcha ko'p unutib qo'yishadi, gapirish kerak. Misol uchun men ko'rona mana shu narsani qilganman va keyin tushunganmanki, katta bo'lgan sari ayol kishi bilan qo'l ko'rishmadi, nomahram bilan. Va bu ko'p masalada ba'zida men ham o'zim ham yiqilib qolardim, chunki ba'zida esdan chiqib qoladi, ommani ichida bo'lib qolsangiz bilmay qolasiz. Keyin yo'q, hozir yaxshi. Lekin mana shu narsalar bo'lmasligi, odamni qiynamasligi uchun eng yaxshisi shu immunitet shakllanishi. Nima deydi, bir yoshlikdan endi juda emas-ku, lekin baribir ham ozma-oz bu xato narsaligi. Televizorni olib qo'ysangiz, siz bu narsani bir maslahat uyda gaplashsangiz bola oladi-da. Lekin bu qaysi mana gaplashsangiz, kitoblar bor. Hozir adabiyotlar yaxshi, adabiyotlar chiqyapti. Bolalar adabiyoti, ya'ni diniy adabiyotlar, ya'ni bolalar uchun yozilyapti O'zbekistonda. Shunaqa kitoblar ko'p. Va televizor zerikishni oldini oladi. Ya'ni inson zeriksa zo'r g'oyalar keladi. Misol uchun men ham o'tirib gapirarkanman yoki telefonsiz qolishga harakat qilsam, dars qilganingizda zo'r fikrlar kelib qoladi. Namoz o'qiganda yoki birorta qiyin ishni qilasiz-ku, zo'r o'sha insonga yaxshi fikrlar keladi. Lekin siz zerikkaningizda
Instagramga kirsiz, Telegramga kirsiz yoki qiziq narsa istasiz, YouTube'ga kirsiz, musiqa eshitasiz, o'yin o'ynasiz, bu fikrlar kelmaydi. Ya'ni bu fikrlar rostdan kelmaydi, chunki sizda ishlamaydi miya. Chunki miya endi qiynalishni boshlayotganda, zerikganda inson ko'p narsalar o'ylaydi, taftish qiladi, ko'p narsalarni bir ko'rishni boshlaydi. Ammo siz har doim telefonda endi boshladim Facebookda yo Instagramda, TikTokda o'tirsangiz, bu narsalar kelmasligi aniq va bolada ham shu. Bu ko'p skilllarni o'ldiradi, ya'ni qobiliyatlarni o'ldiradi, qiziqishlarni. Chunki mana Yevropada, umuman O'zbekistonda ham narsa bo'lyapti. Bolalar endi ko'chadan tanishmaydi, o'rtog'ini ko'chani yoqtirmaydi. Hammasi internetdan, kimdir o'yin bilan o'zim bir tanishim do'stim bor, ko'radi bilmayman, lekin o'sha u ham shu ko'p do'stlar bor, o'sha o'yinni yoqtirgan. Bu yomon, men bilmayman, ya'ni men qizig'i yo'q-ku, lekin yomonligi katta ehtimol bilan ha, chunki bu o'sha lag'u narsalar. Televizor lag'u narsalar qatoriga kirmaydimi? Ya'ni lag'u degani bekorchi narsalar. Na diniy, na dunyoviy foydasi. Ya'ni nima yangilik eshitsangiz, misol uchun Andijonda bo'lsangiz, Braziliyadan yangilikdan foyda olmaysiz. Ya'ni yoki sohangiz bo'lmasa bu narsadan foyda yo'q-da. Hamma yangilikni olayotganda siz ertaga o'zingizni sohangiz bo'yicha yangilik istashni xohlamay qolasiz. Ya'ni chunki sizda yangilik juda katta mas'uliyat olasiz va hamma yoqqa keraksiz narsaga qiziqishni boshlaysiz. O'sha birovlarning hayoti ham keraksiz o'zasida, birovlarning harakati, birovlarning biznesi, ya'ni ko'p narsalar sizga qiziq bo'lmagan narsalarga ham qiziqishni, ya'ni siz o'zingizni aldashni boshlaysiz, birovlarning hayoti bilan yashashni. O'sha Instagramdagi blogerlar bo'ladimi, kinolar bo'ladimi? Chunki bu boshdan o'tgan, ya'ni boshdan o'tmagan tabib emas deydi-ku, shunga o'xshab bu mana shunaqa jarayon bo'lib ketadi. Bu juda, ya'ni nazoratsiz emas, televizorni men umuman tavsiya qilmayman, chunki hech qanaqasiga foyda. Endi bir darslik ulab yoki oilaviy bir qanaqadir narsa ko'rmasanglar, bir misol foydali podkast ham endi bular chuqur-ku, lekin televizorni zarari juda katta deb o'ylayman. Ya'ni buni foydasi juda kam. Undan ko'ra ekran olsangiz, kompyuterlar nimadir misol uchun qo'ysangiz bo'ladi-ku, lekin televizor bu juda miyani chiritadi. Men o'zimda endi tiklayapman. Hozir endi tiklayapman. Men bu narsani tushunib, yillar oldida o'zim bu narsaga o'zi tushib qolish ancha 5-6 yil olgan bo'lsa, uni tushunishi yana shunaqa ko'p yillar oldiki, endi mana hozir chunki iloji yo'q. Musohirchilik shu, ya'ni sizni oxir majbur qiladi, ya'ni yoshingiz 19 ga kirgan bo'lsa, iloji yo'q, boshqasi iloji yo'q. Mehnat qilmasangiz endi non yo'q, investorlar oqlanmaydi, ya'ni ya'ni o'zimasi ham shundan, ya'ni biz o'zimizni qancha, ya'ni 19 yosh juda kech emas, ya'ni hali uylanmaganmiz, hali nima deydi, juda kech emas-da, baribir 1-2 yil kech bo'lishi mumkin, ammo bu yaxshi, ya'ni tajriba bo'lgan. Televizorni iltimos, misol uchun bu narsalarni bilmayman, alohida yana gapiraman-ku, lekin juda zararkor, ya'ni miyani chiritadi. Meni ko'p narsa qobiliyatlarimni o'ldiradi. Men ko'p shu ma'nosida o'zimni topishga qiynalishni boshladim, o'zimni qiziqishlarim o'lishni boshladi, bir nima deydi, qolib ketishib qolasiz. Bu juda xunuk holatda, ya'ni iymoningizni susaytiradi, namozlar qolib ketishni boshlaydi. Siz o'qiyotgan narsa, misol uchun oldin kitob o'qib, ko'p narsalar, mana shu narsalar qiziq tuyulardi va soatlab qila olardim-da, va endi iloji yo'qlikdan qilyapman, lekin ishoning, vaqtingizni oladi-da. Ya'ni bu juda bir hammada endi katta ehtimol bilan bu shunaqa va bu ko'pchilik ichida ham qolib ketadi, ya'ni chiqolmay qoladi, ya'ni shunday qolib ketadiki, chiqolmay qoladi. Ertaga afsuslanib o'tirganingizni men aytmadingizmi deydi-ku, ya'ni men ham aytyapmanki, o'sha misol uchun men ukam bo'ladimi, jiyanim bo'ladimi, tanishim, baribir hozir uni ko'pchilik ko'rmaydi, lekin tanishlarim ko'radi-ku, asosan oilam, o'sha men jiyanim yoki ukam bo'ladimi, ertaga meni ularni ko'rib baribir men ham xursand bo'laman, chunki oila tinch, siz tinchsizda. Shu narsa bor. Birodarlarimiz, ya'ni do'stlarimiz, ukalarimiz qanchalik yaxshi o'sishsa, yaxshi muhitda bo'lishsa, bu narsalarni ustun bo'lishsa, xudo olsa yaxshi bo'lishadi deb o'ylayman. Ikkinchi, telefon hech qachon nazoratsiz ishlatishga bermanglar va har doim buni ilmini o'rganinglar. Ya'ni
qanday o'zi bilmayman, lekin kitoblar chiqqan. Men uyga ham kitob o'qiyman shu bo'yicha. Nimaga? Chunki pichoq berishga o'xshaydi bu. Ya'ni pichoqni bersangiz, ko'chada misol uchun siz jahli chiqib qolsa, bittasi urib qo'ysa, pichoqlar og'rishi ham mumkin-da. Lekin u oshpaz bo'lishi ham mumkin-da. Ya'ni lekin agar siz uni o'rgatmasangiz, buni savs o'g'raysan, yo buni olib yurmagin, yo buni hech qachon bu bilan qilmagin, buni oxiri voy deb o'rgatmasangiz bo'lmaydi demoqchiman. Telefonniki shunaqa, ya'ni telefon bersangiz ota-ona nazorati degan funksiya bor. O'shani ulab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni qayerda, qancha ishlatyapti, bir uyquga ta'siri bor. Ya'ni uyqudan 2 soat oldin to'xtatish kerak. Mashq rejimga o'rganish kerak. Bu men do'stlarim bilan bu narsani yillab qilganmiz-da, bir qila olmaganmiz. Hali hozir ham iloji yo'qlikdan o'sha, ya'ni hayot uchun majbur qilganim uchun bu narsa bo'ldi, lekin qaniydi biz ham xohlaymiz mana shu narsani. Bu endi nima deydi, bu tajriba, bu nima deydi, Olmon aytgani bo'ladi. Bo'ldi, ya'ni bu nima deydi, bu qaysi ma'noda, misol uchun menda 15 jiyanim bo'lsa, balkim sizlar olsalar, o'sha 15 jiyanim uchun yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni ular mana shu narsadan kuymasligi meni kuyganligimga arziydi balkim. Men qaysi ma'noda, chunki yaxshiligiga bo'ladi. Yaxshilik, ya'ni afsuslanamizku, lekin tajriba qilinishi kerak-da. Ya'ni inson xato qilarkan, bu narsaga tavba qilishi va bu narsani keyinchalik qilmasligi va oldini olish kerak keyingi avloddan. Chunki mana men ham ota-onam o'qimaganlar va bizni o'qitishyapti. Chunki va bu mana shuda aytmoqchimanki, ular misol uchun xohlamaganlar qilmagan, ya'ni ular misol uchun bu narsani bilish, ya'ni xohlamaganlar qilishmagan, iloji yo'q bo'lganda, ya'ni va bu narsaga ular shu narsani bizda iloji yo'q ekan, sharoit yaratamiz deb turib, bizga sharoit yaratib berishga bu ya'ni juda katta rahmat aytaman. Ya'ni bilmadim, ya'ni bundan ortiq ne'mat yo'q-da, chunki ilmga qiziqish bu katta ne'mat. Ya'ni ilmga, hunarga, baxtni to'g'risida, ya'ni o'zimiz taftish qilishimiz, to'g'ri yo'lni istash, Xudoni tanish, bu juda katta ne'mat. Shuning uchun biz katta rahmat aytamanki, va telefonni aytamanki, shu meni umrimni yedi-da bu. Lekin shu telefon umrimni yedi, yillarimni oldi. Endi hayot majbur qilgandi. Ya'ni chunki yoshingiz katta bo'lgan sari baxtingiz qizg'onishni boshlaysiz. Ko'p narsalarni o'rganishga qiynalmaysiz, qizg'onasiz, ya'ni chunki vaqtingiz yetmaydi. Ya'ni vaqtingiz misol uchun vaqtingiz yetmaslikni boshlaydi. Ko'p bilimlarni o'rgana olmaysiz, xatolar qila olmaysiz. Hozir ham xato qilsangiz bo'ladi, bizneslarda boshqada bir xato qilib o'ssak bo'ladi, lekin juda misol uchun nima deydi, ba'zi narsalarni qilib ko'radigan emasda. Bu narsaga vaqt yo'q. Shuning uchun telefonni shaklida iloji boricha yoshi katta bo'lganda beringlar va majburiyat bo'lmasa telefonni o'rniga boshqa devayslar. Misol uchun o'qish uchun planshet zo'r. Planshetni ham ota-ona nazorat qo'ysa bo'ladi. Kompyuter bor, buni ham o'sha faqat muayyan bir joyda ishlatishi, uni chalg'ishdan oladi va siz kuzatib turishingiz ham mumkin. Yoki ba'zi narsalar bor. Kamera, misol uchun video olishga qiziqsa, u narsani berish kerak deb o'ylayman. Ya'ni iloji bo'lsa demoqchiman. Men ham ya'ni nima deydi, hamma narsani endi o'sha muhitga qarab, har bir odamni o'zi eng yaxshisini tanlaydi. Hamma ham shuning uchun o'ziga moslab eng yaxshisini tanlaydi. Qaysi biriga qurbi yetsa, o'shani qilib bu narsalarni cheklaydi deb o'ylayman. Telefonni shunaqa nazorat bilan ishlashni o'rgansa, ya'ni o'zi ko'rsa, misol uchun sizda, ota-onada yoki aka-ukada, unda ham shunaqa tushuncha boshlanadi. Lekin hamma agar nazoratsiz social mediada bekorchi vaqtni sarflashni boshlasa, Instagram, TikTok, ya'ni ko'ngil ochuvchi narsalar, tomosha, lag'uvda, ya'ni lag'u insonni iymonni ayirmaydi-ku, lekin iymonni ancha kuchsizlantiradi. Ya'ni chunki lag'uvda nima, tomosha, sizni qiziqtirish uchun, vaqtingizni olib qolish uchun, baxtingizni olish uchun, ya'ni baxt o'zi eng katta ne'mat, lekin buni tushunish bilmadim, oson emasda. Ya'ni biz ham aql tushunmaymiz. Hali ham bu narsani tushunganimiz yo'q deb o'ylayman. Chunki ulamolar, ya'ni Hasan Yahyo Abdulmajid, ular ham shu narsani aytganki, o'sha nimani eng katta isrof qildingiz, ya'ni nimani
afsuslanasiz, shu baxtimni bekor saqladim deganlar. Bo'lmasa ko'p narsalarni o'qiganlar, ko'p narsalarni o'rganganlar, juda yoshli vaqtlaridan bunday narsalarni biz, misol uchun men yoniga ham kelmadim deb o'ylayman-da. Shuning uchun aytyapmanki, bu narsalar baxt eng katta ne'mat. Baxtimizdan so'ralarimiz boshqa. Shuning uchun bu narsaga befarq bo'lmanglar, chunki bu nima deydi? Mana shu narsani men ko'ryapmanki, o'sha rizq masalasida biz ko'p narsa qilamiz. Mana universitetga kelib o'qiyapmiz. Maktabda bu narsani, misol uchun, yaxshiroq maktabda o'qiymiz, boshqa qilamiz. Lekin bunga kelganda qanaqadir mutaxassis istamaymiz-da. Ya'ni hozir mana endi oldin yo'q bo'lishi mumkin, endi ko'payyapti. Mana endi ustozlar ko'payyapti, kitoblar yozilyapti, kurslar ochilyapti, oila bo'yicha, qanaqa oila eng yaxshi o'zi oila qurish qanday bo'ladi? Ya'ni oldin ular o'sha, misol uchun, o'sha domlalardan ham bu masalalarda o'zi so'rashgan deb o'ylayman. Biz ham so'rasak bo'ladi, lekin bizni nima deydi, baribir dastur bor, internetda hamma savol izohsiz, hammasiga javob chiqadi, kitoblar ko'p, o'shalarni o'qisa bo'ladi. Shu masala, telefon bilan kompyuterni bugun gapirdim. Juda mana shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Oddiy masala emas bu. Nima deydi? Uning uchun nima deydi, men juda yomon holatni bo'lishim shart emas deb o'ylayman. Va shuning uchun sizlar ham bu narsani oldini olsanglar, inshaalloh kara-karasi yutasizlar bu narsa bo'yicha. Chunki chalg'ish hozirgi zamonda oldin ma'lumot kam bo'lsa, endi ma'lumot hamma yoqda bor. Telefoningizni, kompyuteringizni hamma ma'lumotni biladi. Kim nima, misol rivojlanish uchun nima qilish kerak, o'qish kerak, o'tirib dars qilish kerak, ishlash kerak, hamma biladi, lekin hech kim qilmayapti. Mehnat qilmayapti deydi-ku bolalar. Ya'ni mehnatdan qochish. Chunki mana hozir shunaqa, oldin mehnatdan qochishning iloji yo'q edi. Endi mehnatdan qochsa ham odam tirik qolyapti. Ya'ni bolalar juda katta mehnat qilmasa ham o'lib qolmayapti. Shuni hisobiga, ya'ni oldin shu ma'lumot kamligi, o'sha oziq-ovqat kamligi odam och qo'ygani uchun endi odamlar o'zi to'yapti. Ya'ni odamlar o'sha yashab qolishdan ham boshqa xohishlar o'sha odamlarni o'sha to'y qilish, boshqa yana boshqa masalalar bor. Mashina olish, uy olish, uyni qanaqadir bir-birini o'tish, mana shu narsalar bo'ladi. Ya'ni odam endi yashab qolishdan ham kiyim, oziq-ovqat, xavfsizlikdan endi o'sha keyingi darajaga o'tdi. Ya'ni O'zbekistonda ham ko'pchilik shunaqa. Men atrofimda shu narsani ko'ryapman demoqchiman. Keyingisi, hunar o'rganinglar. Chet elga kelasizlarmi? Bu narsa alohida video qilamiz-ku, lekin o'sha bahonada aytib ketdik. Hunar juda muhim. Hunar, bu narsani alohida video qilaman. Hunar va qiziqqan narsalarni, ya'ni bolalar qilinglar. Ya'ni juda agar nima deb menimcha, endi bilmayman, hamma o'ziga yana qiladi-ku. Bu narsani o'ylash kerak-ku, lekin o'sha qiziqsiz, bu birinchidan o'sha dinga to'g'ri keladimi, ya'ni shariatga, ikkinchidan qonunga to'g'ri keladimi, va uchinchidan, ya'ni bu juda katta, nima deydi, oila byudjetini yo'q qilib olmasa, ko'rish kerak. Bir ozgina, misol uchun, o'zi yosh bola katta pul ish bilan qilmaydi, qilishni ham xohlamaydi, kichkina o'zi ish qilishni xohlaydi. Chunki qiziqishlar o'lishi o'sha kichik narsalarga yo'q deyishdan boshlanadi. Ya'ni u, misol uchun, to'g'ri bo'lsa ham, ya'ni xuddi sizga shunaqa ko'rinadiki, uni holatda noto'g'ri, balkim shunaqa bo'lishi mumkin, lekin ba'zi holatda o'rganib ko'rish kerak. Ya'ni qo'ling tiqma kuyasan degandek, o'sha qo'ling tegma kuyasan deganda, o'sha tegib ko'rish kerak. Tegmasa odam butun umr gapirib o'tasiz, tegma, lekin bir marta tegsa, boshqa gapirmasidan tegmaydi-da. Nabarat boshqa narsalarni ham shu narsani qo'llashni boshlaydi. Shuning uchun, ya'ni bizda mana shu narsa borki, oldin men ham ko'rardimki, bolalar yoki kattalarni o'zida hamma narsani o'zlari bilishadi-da. Ya'ni hamma narsani ko'rib, bir o'zbek tilida aytganda farosat rivojlanganda, lekin bolalarda mana bizda ham ancha past, lekin bizdan keyingilarda ham juda past. Men ham nima qilyapsan, buni qilsam bo'lmaydimi? Ya'ni oddiy ovqatlanish, stol ustida o'tirilganda yo boshqa narsalarda, ko'chada kattalar bilan o'tirilganda mana shu narsalarni men ko'rardim-da.
Menga misol uchun mana shu narsalarni qaysi qanaqadir kattalar bilan yurganim foyda bergan. Dadam olib yurardilar yoki guvoh bilan o'tirishim juda katta foyda bergan mana shu holatda. Chunki men qaysi qanaqadir kattalarning ideologiyasini bir tushunib qolganman-da. Gaplashishni bilaman, qaysi yoshdagi bilan qanday gaplashiladi, qanaqa odam bilan, ya'ni u bilan misol uchun tortishadigan odam bilan tortishasiz, tortishmaydigan odam bilan ha deb qo'yasiz. Mana shunaqa. Ba'zida ha deb qo'yasiz, ba'zida bu narsalar ya'ni juda hamma yoqda haqni talab qilmasligingiz mumkin. Chunki nima deydi, mana shunaqa ba'zi joylar bo'ladi, ahmoq bilan tortishmas kerak-da, ya'ni chunki shunaqa katta odamlarni men bilamanki, juda fikrlashi nima xavfsiz bo'lib qolganda, juda ya'ni blokda bilinadi. Shuning uchun mana shu narsalarni bir ko'rib yurgan mana shu narsalarni dadam bilan ko'p yurganim uchun, kattalar orasida ko'p qo'shilganim uchun mana shu narsa bir ozgina bir ya'ni eshitardim, ko'p gaplashardim, suhbatim to'g'ri kelardi qaysi zamon. Savollar yaxshi berardim, ba'zi joylarda yaxshi kelib qolardi. Juda qo'shiladigan odam bo'lmasam ham shunaqa. O'shuning uchun mana shu narsalar muhim. Qiziqishlarni bolalar bilan endi men maslahat berish xohlamayapman, lekin o'sha boshimdan o'tgani uchun ozgina bo'lsa ham o'sha bolalar har doim hamma narsani eslab qoladi. Men hozir 19 ga kirgan bo'lsam, yoshligimda qachon yo'q deyilgan bo'lsa men hammasini esimda. Ya'ni bilmayman 5-6 ta bir bloklar bo'lgan, endi oldin 1-2 yil oldin juda shu narsalar eslanib anaqa qilganmanki, hozir yo'q, yaxshi. Balkim bo'lganda, bir ta'siri bo'lganda boshqa deyman, lekin bu tajribaga dolisi bu narsalar ham yo'qoladi, yaxshilanadi. Ya'ni baribir rizqimiz Alloh yozgan, harakat qilsak, sababini qilsak, dolisi rizqimizni topamiz deyman-da. Ya'ni bu narsalar, ya'ni u nimadir bo'lgani, nimadirlarni bog'lab, kimnidir ayblab boshish kerak yo'q. Hammasi o'zimiz aybimiz, o'zimiz yashayapmiz. Xatolar bo'lgan bo'lsa bo'lgandi, lekin Xudomiz to'g'rilab, hammasini Allohdan so'rab, harakatimizni qilamiz dedim deb oxir-oqibat. Shuning uchun, lekin bu narsalar nimaga? Chunki agar shu narsalar bo'lsa, mana chalg'ishlarsiz, telefon, mana oldin sigaret, narkomaniya, ichish, shu narsalar bo'lsa, endi men ham qo'shib qo'ymoqchimanki, telefon bilan, ya'ni social media, internet, bu o'sha alohida, bu qo'rqinchli makonda, bu ya'ni muhitda bu. Chunki men yaqinda o'yladimki, o'zi muhitim qanday dedimda, keyin o'yladim, qarasam gaplashadigan odamlar kamayibdi. Ya'ni o'zi Yevropaga kelib juda kamaydi. Ota-onam bilan gaplashaman, bir-ikki do'stlarim bor, ular bilan gaplashaman va keyin qaradim, ya'ni juda muhit kamayib ketganda, o'sha odamlar kamaygan demoqchiman. Keyin o'yladim, hozir o'ylayapmanki, to'xtadim. Men hozir bu narsani muhitimni, ya'ni iloji boricha ko'p odamlar bilan, o'sha eski tanishlarim bilan gaplashib, ular bilan qanaqadir aloqada bo'lishga harakat qilaman. Mana bu ham shuning uchun narsa o'zasi va xudo xohlasa ko'plar yozib, eski tanishlarimga qayda o'qiyapsan, nima qilyapsan, bir gaplashib, fikr almashib va tanishlar orttirish plani bo'ldi. Ya'ni klub qilish, ya'ni Germaniyani o'zida yaxshi bolalarni yig'ib, bir shunaqa bir klub qilayki, bir rivojlanadigan, bir gaplashib, suhbatlashib, startaplar qilib, mana shunaqa nimadirlar qilib qiladigan bir ishlar qilaylik. Ya'ni jamoa yig'ib keldi, qilamiz xudo xohlasa. Shunaqa, ya'ni aytmoqchimanki, mana shu social media, ya'ni ijtimoiy tarmoq bilan qanday foydalanishni o'rgatinglar. Xudo xohlasa men ham bu bo'yicha alohida videolar qilaman, yordam tegadi deb o'ylayman. Chunki men ko'p videolar, podkastlar, qanaqadir izlanishlar qilganman bu bo'yicha. O'zim uchun, ya'ni yillar baribir o'z so'zini aytgan. O'sha birinchisi, telefon va televizorlarni chalg'ishlarni kamaytiringlar, yo'qotinglar iloji boricha. Buni yaxshilab o'qinglar, izlaninglar, mutaxassislar juda ko'p. Agar qiziq bo'lsa, balkim endi juda ko'p odam ko'rmayapti, 10-15 kishi bo'lsa, kimdir balkim yozib qolsa, qaysi qismida. Bu ikkinchisi, hunar o'rganinglar. Bu o'g'il bola uchun juda muhim, chet elga kelganinglarda. Mana men o'zimda balkim uyingizda o'zi bilishadi. Bu juda muhim. Busiz hunar har doim insonga o'zi aytilganda, men mana shu narsani o'qimoqchi bo'lganman, ba'zida kelmay qolganman, boshqa bo'lgan. Endi bu narsa bilishmagan deb o'ylayman. O'sha hunar o'rganish o'g'il bola uchun juda muhim, qiz bola uchun ham. Ya'ni
bir 5-6 ta hech bo'lmasa bilmayman, o'zi 40 dan oz deydi. Shuning uchun hani bola tug'ilgandan bir o'sha 1-2 yil, 1 yil mutaxassis bo'lguncha bu hunarni borsin. Vaqt 3 yil boradimi, 5 ta, 3 tami, 5 tami, bitta bo'lsa ham mana shu narsani bilsa, yo'l ochiladi ya'ni. O'qiyotgan bo'lsa ham ish topish qiynalmaydi. Yaxshiroq pul topadi, kamroq ishlab ko'proq o'qiy oladi. Mana shu masala bor. Va ertaga uylanayotganda ham qiynalmaydi, ya'ni hunari bo'lgani uchun oddiy ishchiga qaraganda yaxshi bir 1,5-2 barobar ko'p pul topadi. Shu hunar o'rganinglar, chet eldan kelishdan oldin, umuman katta hayotga qadam qo'yishdan oldin meni minuslarimdan biri deb o'ylayman va qiziqishlar bu narsani bola har narsada qoladi. Shuning uchun iloji boricha qiziqishlariga qarshi bo'lmanglar. Kerak bo'lsa bir yordam beringlar, pul beringlar, bir kelishinglar demoqchiman-da. Ya'ni biznes qilmoqchiman. Shu qanaqadir qoidalarni kelishib, o'sha bolaga to'g'ri keladigan qilib, chunki men ko'p anaqalarda ko'ryapmanki, bu katta zo'r plyus beradi. Va o'zimda ham ba'zi narsalarni yopgan. Endi bu nima tabiiy jarayon, bu tajriba. Mana shu narsani agar yopmagan, o'z bilmasdik, biz bir bilim bo'lmasdi bizga. Bu demak, bu narsa muhim ekan deb turib, erta kelajakda o'zimizga anchasi qotadi. Shunaqa narsalar, mana shu uchalasini aytdim. Omon bo'lasizlar. Cho'zilib ketdi deb o'ylayman. Va shu men asosan bu narsani bugun aytmoqchi bo'lgan narsam, men ham odam, ya'ni men ham insonman, hamma xato qiladi. Ba'zi narsalar xato qilganmiz. Juda katta xato bo'lmasa ham, kichik-kichik xatolarimiz bo'lgan va bu narsalarni tajriba o'laroq o'sha bizning boshimizdan o'tdi. Sizni boshingizdan o'tmasin. Siz bilmagandirsiz, bizga ilm olish uchun vaqt berdingiz va balkim kelajakda to'g'ri, ya'ni aytmoqchimanki, o'zi shu, ya'ni inson agar bir gunoh qilsa yoki xato qilsa, gunohligini bilishi o'zi bir ne'mat. Ya'ni kasal odam kasalligini, nima joyi kasalligini bilishi 50% o'sha yechim bo'lgandek, ya'ni davo bo'lgandek, yarim davoni topdi degandek, inson bir gunoh qilishi ham yarim davo, ya'ni u tavba qilib o'zini tiklashi inshaalloh bu yaxshi ne'mat, ya'ni chunki inson Alloh taolo bir dard berarkan yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Inshaalloh, ya'ni dard berarkan, og'riq berarkan bu yaxshi narsa deb o'ylayman. Shuning uchun mana shu narsalarni bir aytgim keldi. Foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Xudo xohlasa endi mana gapirishlar yaxshilanadi. Chunki endi mana borgan sari juda uzun bo'lib ketmaydi deb o'ylayman. O'sha asta-asta gapirganimiz sari bu narsalar qisqaradi. Hammaga rahmat. Bizdan sekin darslarimiz ko'p. Xudo xohlasa balkim qaysi mavzular bo'lsa yozinglar. Endi juda yozadigan emas, odam ko'p emas-ku, lekin yozib qiziq mana shu gapiring yoki gapirsiz. Balkim xudo xohlasa gapiramiz. Ya'ni bu o'zim uchun kundalik yozasizlar. Men bu narsani ulashishimdan maqsad men uchun ham foydali fikrlar, balkim siz uchun ham balkim foydasi tegib qolar. O'zim uchun o'zi asosan o'zim uchun shunday. Mayli, yaxshi qolinglar. Hammaga katta rahmat. Keyingi videoga ko'rishguncha.